Wir haben Jona das eben schon gefragt, vielleicht kannst du auch mal sagen, wie sieht's Katta o'yin oldidan bir kun qolganida vaziyat qanday? Ko'proq hayajonmi, biroz bosimmi yoki hammasidan oz-ozmi? Aslida to'liq va mutlaq xotirjamlik. Bu ichki sokinlik holati. Va bu faqat shu o'yin oldidan emas. Men umuman hissiyotlarga va o'yindan oldingi tuyg'ularga juda erta berilib ketmaslikka harakat qilaman. Aslida o'yindan oldin bo'layotgan hamma narsa bu tayyorgarlik, odatiy jarayon, to'g'ri so'zlarni topishga bo'lgan tinch izlanish. Men allaqachon ertangi kun uchun iboralarni qidiryapman. Hali ham izlanishdaman. Ya'ni hozir deyarli hammasini bilaman. Lekin oxirgi daqiqagacha jamoa uchun o'sha so'nggi gapni topishga harakat qilasan. Aynan o'sha hal qiluvchi 1% ga ta'sir qiladigan gapni. Uni kerakli vaqtda ayta olish muhim. Ammo hozircha hammasi juda sokin. Viele erwarten ja ein ähnliches Spiel wie letzte Woche. Können diese beiden Mannschaften Ko'pchilik o'tgan haftadagi o'yinga o'xshash bahsni kutyapti. Bu ikki jamoa boshqacha o'ynashi mumkinmi o'zi? Yoki o'yinda bosim kamayadigan, biroz tinchroq pallalar bo'lishi mumkinmi? Bu har doim faqat bitta jamoaga emas, ikkala jamoaga bog'liq. Agar ulardan biri, deylik, biroz orqaga chekinishga qaror qilsa, bu mumkin. Aks holda yo'q. Yana bir muhim jihat. Jamoani shu bosqichga olib kelgan uslubni finalda yo'qotib qo'ymaslik kerak. Uni saqlab qolish zarur. Shuning uchun Parij misolida ular butunlay boshqacha o'ynashini tasavvur qilish qiyin. Xuddi bizda ham shunday. Biz uyda o'ynayapmiz, g'alaba qozonishni istaymiz. Albatta, mayda detallar ustida ishlaymiz. Masalan, agar 4 ta gol ursak, bu 4-0 bo'lishini xohlaymiz. Lekin demoqchimanki, biz Parijda 4 ta gol urgandik. Xuddi shunday PSG ham 5 ta gol urishni istasa, ular ham 5-0 yutishni xohlaydi. Ammo eng muhim narsa, eng muhimi yakunda g'alaba qozonish. Ertangi kun uchun ustuvor vazifa o'yinda yutish. Und das ist die Priorität morgen, das Spiel gewinnen.